Hozir men sizlarga mashinani dinozavrini ko'rsataman. Narxini esa taxmin qilib turinglar, oxirida aytaman. Tanishing, kichkintoyimizning nomi Swiss S09. Brutalni ko'rinish, любой oldidan o'tgan odamni befarq qoldirmay, o'ziga maf qiladi. 7 kishilik naturalniy eko ko'jadan qilingan bahaybat salon siz va oilangizga haqiqiy komfort nimaligini his ettiradi. Независимый McPherson podveska va 20 razmerdagi Michelin yumshoq diska balonlar har qanday yo'lingiz stabil va kemada yurgandek yumshoq yurishingizni ta'minlaydi. 2 litrli turbo motor, shunaqa gigantskiy gavdasi bilan shahar ichida 8 litr rasxod qiladi. Dalliga chiqsangiz 5 litr. Bu degani deyarli rasxod yo'q. Salonda funksiyalar haqida soatlab gaplashish mumkin. Rul isitish tizimi, cruise control, adaptiv cruise control, полоса удержания, 540 gradusli HD kamera, 6 yo'nalishli elektron sidenya, oldi orqa sidenya isitish va sovutish tizimi, 16 dyumlik markaziy sensor ekran, intellektual ovozli boshqaruv tizimi va 8 ta yaponskiy Sony kolonka, 2 zonali klimat kontrol, isitish va sovutish funksiyasiga ega bahaybat bar. Gapni qisqasi mashinada yo'q funksiyani o'zi yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, $31,000 yoki $6,000 to'lab salonimizdan minib ketishingiz mumkin. Bu pulga bunaqa mashina topolmasligingiz aniq. Niyat qilgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying. Fikringizni esa kommentariyada qoldiring. Zero sizning fikringiz biz uchun muhim.